Bizga fotosintez uchun nimalar kerak? Asosiy qo'shimchalar emas, 4 ta komponentni ko'raylik. Bu tabiatdan keladigan quyosh, hop, havodagi, tabiatdagi karbonat angidrid, ildizdan so'rilib barggacha yetib keladigan suv hamda o'simlik bargini tarkibiy qismi, xloroplastning tarkibiy qismi xlorofil. Mana shu 4 ta komponent orqali hozir fotosintez reaksiyasini soddalashgan, murakkabroq reaksiyasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizga kerak ekan quyosh. Quyosh chiroyli qilib chizib olaylik. Qosh ko'zni ham chizib qo'yamiz. Quyosh bo'lsin. Xo'p, keyingisi karbonat angidrid, suv va xlorofil dedik. Mana shu 4 ta komponent orqali hozir fotosintez reaksiyasini yasaymiz. Xo'p, o'simlik bargida nima bo'ladi? Albatta xlorofil bo'ladi. Xlorofil tarkibi 100% nima dedik bizlar? Magniy bo'lishi shart dedik. Demak, magniy ham bo'ladi. Magniyda har doim faol bo'lay deb turgan ikkita aktiv holatga o'tmoqchi bo'lgan elektronlari bo'ladi. Bu elektronlar qachonki quyosh nuri tushganda faollashadi. Quyosh nuri tushib boshladimi, elektron faol holatga o'tadi. Demak, quyosh fotonlari barg iti hujayralariga kirib, xlorofil tarkibidagi magniyni faollashtirsa, uning elektronlari o'zidan nima bo'lar ekan? Uzoqlashar ekan. Elektronlarning bir qismi, bu bitta xlorofilda bitta magniy bor degani emas, minglab magniylar bor. O'sha hammasidagi elektronlarning bir qismi bizga aytgandek-ku bizlar magniy hozir manlarda aytib o'tdik, fosforlanish reaksiyasida qatnashadi. Ativning fosforlanish reaksiyasida deb. O'simlik tarkibida juda ham ko'p ish faoliyatini bajargan, ya'ni energiyasini berib bo'lgan adivlar bor. Bu adivlarni mana shu elektronlar nima qilib berar ekan? Xuddi katalizator vazifasini bajarib, ativga aylantirib, o'simlikka kerak bo'lgan juda ham ko'p energiyani ta'minlab berar ekan. Xo'p. Qolgan elektronlar nima qiladi? Qolgan elektronlari fotosintezga kerak bo'lgan boshqa komponentlar bilan reaksiyaga kirishadi. Aynan suv. Xo'p, suvga aytaylik. Mana bu elektron ta'sir ko'rsatadi. Natijada suv tarkibiy qismlariga parchalanib ketadi. Suvning tarkibiy qismi nima? Albatta vodorod ioni bilan gidroksid ioniga. Demak, magniyning elektronlari ildizdan kelgan suvni ham parchalab yuboradi. Endigi reaksiyalar mana bu ikkita modda hisobiga borib ketaveradi. Keyingi reaksiyalar nima bo'ladi? Aytaylik, mana OH ionlari. Atomar OH'larga reaksiyalar natijasida aylanadi va keyingi reaksiyalarda bu OH o'zidan hosil qiladi. Qaytadan suv molekulasi hamda biz uchun kerakli bo'lgan kislorodni hosil qilib beradi. Bu reaksiyani tenglashtirsak, mana bu yerga 4 molekula bundan 2 molekula suv hamda 1 molekula kislorodga chiqishi ma'lum bo'ladi. Ya'ni suv parchalangach vodorod bilan OH ionlari hosil qildi. OH ionlari keyingi reaksiyada o'zidan nima hosil qildi? Suv bilan kislorod. Diqqat qilamiz. Mana shu yerda hosil bo'lgan suv barg og'izchalaridan chiqadigan gaz ko'rinishidagi suv bo'ladi. Mana shu yerda hosil bo'lgan kislorod esa bizni butun hayotiy jarayonimizni boshqarib turgan, ta'minlab turgan kislorod mana shu yerda chiqadi. Demak, aynan shu reaksiyada biz nima qilar ekanmiz? Havo tarkibiga parlanib chiqayotgan suvni hamda butun organizmlar uchun foydali bo'lgan nafas olish nima deydi? Elementi bo'lgan kislorodni mana shu reaksiya orqali
o'simlik hosil qilishini guvohi bo'lar ekanmiz. Suv parchalandi. Ikkita modda chiqdi. Biri OH, OH qaytadan suv bilan kislorodga aylanib ketdi. Nima qoldi? Vodorod qoldi. Mana bu vodorodimiz endi keyingi reaksiyada asosiy komponentlarimizdan suv ketdi, xlorofil vazifasini bajardi, quyosh vazifasini bajardi. Karbonat angidrid qoldimi? Vodorodimiz karbonat angidridni o'ziga biriktiradi. Natijada bizada shakar hosil bo'ladi. Demak, bu reaksiya tenglashtirish shart emas. Tenglashtirsak ham nima bo'ladi? 6 shart emas tenglashtirish. Demak, asosiy komponentlardan biri bo'lgan karbonat angidrid suvni parchalash natijasida hosil bo'lgan vodorodni o'ziga biriktirib, organik modda, ya'ni shakar hosil bo'ladi. Bu reaksiyalar juda ham uzun. Sig'dirsak doskaga sig'maydi ham. Yozib chiqsak. Asosiy sizlarga kerak bo'lgan joylarni yozib chiqdim. Mana magniyni ko'ryapsizlar. Magniy yo'q. Qaysi reaksiya ketadi? Hech qaysi reaksiya ketmaydi. Xo'p, magniy kam. Yo aktiv sintezlanish buziladi, yo umuman fotosintezda shakar sintezlanish buzilib ketadi. Demak, magniy norma bo'lsa, bu ikkita jarayon ham norma bo'ladi. Lekin fotosintez juda ham bir-biriga bog'liq reaksiya. Quyosh yo'q. Bu bo'lmaydi. Xo'p, karbonat angidrid yo'q, havo tarkibida. Suv parchalanadi, kislorod chiqaveradi, lekin karbonat angidrid yo'qligi hisobiga shakar bo'lmaydi. Xo'p, suv bo'lmasa-chi? Suv bo'lmasa, mana reaksiyalar hech qaysi bo'lmaydi, aktiv chiqaveradi. Lekin aktiv ham ish faoliyatini bajara olmaydi. Endi fotosintez natijasida biz nimalar olamiz? Butun o'simlikda tanasini ishlashi uchun kerak bo'ladigan aktiv, universal energiya valyutasi, aktivni olar ekanmiz. Butun insoniyat, organizm, tirik organizmlar uchun kerak bo'ladigan nafas olish elementi kislorodni olamiz. Hamda fotosintez natijasida o'simlikda yana bir energiya manbai hamda shirinlik miqdorini belgilab beruvchi shakar mahsulotini biz fotosintez reaksiyasida olar ekanmiz. Fotosintez natijasida nima hosil bo'ladi desa, aktiv, kislorod, shakar deymiz. Mana shu 3 ta narsa hosil bo'ladi. Eng muhimi bularning ichida aktiv. Eng muhimi aktiv. Aktiv bormi? Hosil bo'ldimi? Magniy, kaliylar orqali tashilib ildizga keladi. Ildiz o'sadi, qaytadan suvni so'radi. Aktiv bormi? Mana shu reaksiyani o'zi ham aktiv. Men bu yerda yozmadim. Bu vodorodni biriktirish uchun mana bu yerda aktiv sarflanishi ham kerak. Mana bu yerda ham aktivda o'rni bor. Xo'p, aktiv bormi? Moddalarda so'rilishi aytdik, fotosintez dedik. Xo'p, moddalarda tashilishi, kaliy mavzusida ko'rib ketgandik. Kaliy bo'lgani bilan agar energiya, ya'ni gaz aktiv bo'lmasa, shakar tashilmaydi dedik. Shakarni bir joydan ikkinchi joyga o'tkazilishi, hammasi energiya. Hammasi, demak, energiya sababli ekan. Aktiv. Kislorodni ta'riflamasam bo'ladi va shakar. Shakarni endi bilamiz nimalarga kerak. O'simlik har xil stressli vaziyatlarda sovuqdan o'zini omon chiqarish uchun shakar kerak bo'ladi. Tanasida ko'p konsentratsiyada shakar bo'lishi kerak. Xo'p, keyin nima? Gul. Eng ko'p o'ziga shakar yig'adigan a'zo bu gul hisoblanadi. Meva deymiz, meva yolg'on. Haqiqiy shakarni yig'adi yangi ochilgan gul. Hattoki shakarni shunchalik ko'p yig'adi, gul tojbarglarga o'tkazib yuboradi. Changchi, urug'chilarga o'tkazib yuboradi. Hattoki gulkosacha bargni ichi ham toza shakarga to'ladi. O'sha shakar tufayli arilar gulga keladi. Ya'ni tayyor shakarni ari faqat va faqat guldan oladi. Chunki gulda kosachasi to'lib shakar qalqib turadi ko'pligi hisobidan. Shakar gul uchun kerak ekan va albatta mevani yirikligi uchun ham shakarni o'rni juda ham katta ekan. Biz aytdik-ku boya, magniy yetishmasa mevani ham hattoki ta'mida o'zgarish bo'ladi deb. Chunki magniy yo'qmi, shakar
yo'q degani. Xullas, bu fotosintez reaksiyasini asosiy, eng sodda ko'rinishi sizlar uchun kerakli moddalar qaysi qayerdan kelib chiqayotganini ko'rib olishlaringiz uchun yana bir bor fotosintez reaksiyasiga qaytdik. Xo'p, endi bilib oldik magniy qanchalik muhim element ekanligini va yana muhim jihatlarini ko'rib davom etaveramiz. Xo'p, magniyning so'rilishi ildiz orqali qanday so'riladi? Xo'p, magniy ion holatida so'riluvchi element, ya'ni magniy +2 holatda so'riladi. Ko'rdik qolgan elementlarda ham kalsiy plus ko'rinishda, kalsiy ham plus, kaliy ham plus ko'rinishda. Endi bu metal bo'lgani uchun magniy ham plus ko'rinishida so'rilar ekan. Albatta bu element yaxshi so'rilishi uchun o'zi xohlagan pH kerak. pH 508 dan 608, 7 gacha ham magniy yaxshi so'riladi. Xo'p. Keyin temperaturani balandligi va ECning yuqoriligi magniyni kam so'rilishiga sabab bo'ladi. Temperatura yuqori yoz oylari, EC baland, ozuqa tarkibida bo'lishi mumkin, magniyning so'rilishiga xalaqit beradi. Nima uchun? Chunki magniyni biz o'tgandik avval ham suv bilan birga so'riladi. EC baland bo'lsa nima bo'lardi? Suvning so'rilishi tusharmidi? U bilan birga harakatlanuvchi, demak, magniyning so'rilishi ham tushar ekan. Va ildiz orqali so'rilishda bir-biriga raqobat qiladigan elementlar bor. Eng kuchli raqobatchi bu kaliy hisoblanadi magniyga. Bu antagonist ham deyiladi. Kuchli raqobatchi yoki to'g'ridan-to'g'ri antagonist ham deyishimiz mumkin. Ya'ni bu degani bir-biri bilan ozuqa tayyorlashda qo'shib bo'lmaydi degani emas. Bemalol qo'shsa bo'ladi. Albatta nisbatlariga rioya etgan holatda, demak, magniyni kaliy bilan birga qo'shishimiz mumkin. Taxminiy nisbati bizda 6 ga 7 ga 1 ko'rinishidan namoyon bo'ladi. Masalan, magniy 40 gram bo'lsa, kaliyni 6 kara 4 24 bo'lsa deylik, 240 gram qilishimiz mumkin. Xuddi shunaqa, demak, 6 ga 1 nisbatda bo'ladi va eng ko'p yana kalsiy bilan raqobat qiladi. O'rtacha nisbati 4 ga 1 magniy yoki 3 ga 1 ko'rinishida bo'lsa, ikkalasi ham yaxshi so'riladi. Mabodo kalsiy ko'p bo'lsa magniy, mabodo magniy ko'p bo'lsa kalsiyning so'rilishida buzilish keladi. Va ammoniyni e'tibor qilamiz shkalalarga. Ozgina dozasi ham magniy so'rilishini keskin tushirib yuboradi. Demak, ammoniy bilan birgalikda magniyni qo'shib o'simlikka bermas ekanmiz. Endi magniy yetishmovchiligi va uning to'g'rilashini ko'rib chiqamiz. Magniy yetishmovchiligi nima? Birinchi navbatda mobil element bo'lganligi uchun eski barglarda yetishmovchilik bo'ladi. Xo'p. Barg tomir oralari sariq, tomirlar yashil. Buni fandagi nomi interval xloroz deyishimiz mumkin. Xloroz bo'lsa polni sap-sariq bo'lib ketardi, yangi barglar. Ana bo'lganligi uchun bizda interval xloroz deb aytiladi. Xo'p. Bunday o'tib ketmasdan demak, magniyimiz asosiy belgisi eski barglarda bo'lar ekan, interval xloroz ko'rinishida. Va mevalarda ham o'zgarishlar bo'ladi. Magniy yetishmovchiligida ayniqsa 1-2 tushib ketadi. Chunki shakar yo'qda, magniy bo'lmaganligi uchun. Hamda poyalarda ham o'zgarishlar bo'ladi. Poya nima bo'ladi? Asosan yumshoq bo'ladi, magniy yetishmovchiliklari bo'lsa. Xo'p, ildiz ancha sust bo'ladi, ildiz barqarorligi kamayib ketadi. Bu magniyning asosiy yetishmovchiliklari. Endi uni to'g'irlash uchun nimalar kerak? Asosiy ppmlarga rioya qilishimiz bu juda ham muhim. Masalan, vegetatsiya davrida doskaga sig'madi, yozmadim. Aytaman, lekin daftarlaringizga bu narsani tushiringizlar, men ko'raman. Vegetatsiya davrida gidita 20-30 ppm da magniy bo'lishi shart. Xo'p, keyingisi bizda ildizlanish deylik, boyagini adashdim. Ildizlanish davrida 20-30 ppm da, vegetatsiya davrida taxminan 30-35 ppm gacha chiqarishimiz mumkin. Gullash va mevalashda magniyni imkon qadar stabil ushlaymiz.
gul uchun ham, meva uchun ham birdek muhim. Xo'p, gullash va mevalash davrimizda o'rtacha 40 ppm dan 60 ppm gacha sekinlik bilan chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shu narsani sal boshqacharoq tushunaylik. Yani sekinlik bilan chiqarish, sekinlik bilan tushirish ham kerak. Masalan, gul hosil bo'ldi. Gul hosil bo'ldi, hali ochilmadi. Ya'ni g'unchalar bor. O'sha paytda sekinlik bilan magniyni dozasini oshirib olamiz. Gul changlangungacha. Changlandi ya. Changlangandan keyin ko'tarib bordik-ku, endi changlangandan keyin dozani sekin yana qaytadan tushirib boramiz. To meva davrigacha. Meva davrigacha. Meva davridan keyin shakar yig'ilishi kerak-ku. Yana dozani oshirib boramiz to yetilgungacha. Aytaylik, gul davrida 40 bo'lsin. Gul changlanish davrlarida 50 qilib qo'yamiz. Yoki 55 gacha qilishimiz mumkin shu joyda. Xo'p, endi meva pishayotgan payti yana magniy dozasini kamaytirib qo'yamiz. Taxminan 45 ga. Yetilayotgan payti ko'proq shakar kerak, salgina yana ko'tarishimiz mumkin. 50 gacha qilib ko'tarishimiz mumkin. Ana shu ketma-ketlikda ushlasak, magniyni hech qanaqa bizada mana bunaqa yetishmovchilik degan narsa bo'lmaydi. Mabodo kuchli yetishmovchilik belgilari bo'lsa, qo'shimcha yordam sifatida bargdan foydalanishimiz mumkin. Faqat sulfatidan foydalanamiz. Nitrat unaqa narsa ishlatmaysizlar. Asosan sulfati bargdan yaxshi magniyni o'tib beradi. Dozalari shu 0,5% lik eritma holatida qilib beramiz. Taxminan 10 litrga shu 10-15 gram doriga to'g'ri keladi magniy sulfatga. Xo'p, endi magniyning ortiqchaligi va to'g'rilash. Magniy ortiqchaligida mana bu elementlarni kamchiligi bo'ladi va bu elementlarni anoqlari ko'rinaveradi bizga. Defitsitlari ko'rinib ketaveradi. Masalan, magniy ortiqcha bo'ldimi, kalsiy defitsit, barglarda yangi chiqib kelayotgan barglarda kuyish. Xo'p, magniy ortiqcha bo'ldimi, kaliyga bog'liq jarayonlar ancha sustlashib qoladi. Masalan, ozuqa tashilishi. Bu ikkalasi nisbati joyida bo'lgandagina mana bu modda yaxshi tashiladi. Qaysidir ko'p, qaysidir kami buzilish. Ikkalasi ham joy-joyida bo'lishi kerak. Xo'p, ildizlarning o'sishi yana mana bunda buziladi. Magniy ortiqchaligida. Xo'p, kaliy yo'qligi hisobiga moddalarni ildizdan o'tishi, ya'ni nasos bor edi-ku bizada, o'tkazuvchi qism. O'shani o'tishi ham buzilib berar ekan. Keyingisi magniy ortiqchaligini to'g'rilash. Hozir yuqorida aytib o'tgan ppmlarimizdan 15-20% ga magniyni suv berishda taxminan 3 kuncha kamaytirib turib, yana normaga chiqarganimizda magniy ortiqchaligi holatlari bartaraf etilar ekan. Magniyni berishda mana shu narsalarga juda ham e'tibor qilamiz. ECga, temperaturaga juda ham muhim. Yashirin defitsit holatida ham bo'lishi mumkin magniy. Beryapsiz, ta'sir qilmayapti. Beryapsiz, ta'sir qilmayapti. Bu EC yuqoriligidan yoki mana bu raqobatchi elementlarning qaysidir birovini noto'g'ri taxlanganidan ham yashirin defitsit holatida magniy o'simlikda kamchiliklar ko'rinib turaveradi. Xo'p, magniy va yana aytilmagan boshqa elementlarning ta'siri. Fosfor bilan magniy juda ham yaxshi chiqishadi. Sin energiya, birgalikda energiya hosil qiladi. Mana bu narsani birgalikda hosil qilib beradi. ADF'imizda, ATF'imizda bizlarda fosfor bor. Magniy bormi? Ikkalasi birgalikda energiya manbai. Universal energiya valyutasi deylik buni hosil qilib beradi. Nima uchun valyuta so'zini qo'shyapman? Valyuta bu pul. Masalan, pul orqali nimalar qilish mumkin? O'zimizga ehtiyojimizga yetarli bo'lgan istalgan narsani sotib olishimiz, sarflashimiz mumkin. Istalgan narsani ola olamiz.
Demak, energiya bormi, o'simlik ham o'ziga kerakli bo'lgan istalgan narsani ola oladi. Shuning uchun buni men universal energiya valyutasi deb atayapman. Hamma joyga o'tadi. So'm ko'rinishida, dollar ko'rinishida deganday любой joyga o'tadi. Ildizga borsa, ildizda vazifa bajaradi, bargga chiqsa, bargda vazifa bajarib ketaveradi. Fosfor bilan sin energiya ekan. Xo'p, magniy yetishmovchiligi bormi? Temir ham o'zlashtirish sustlashadi. Magniy defitsit bormi? Temir ham ko'rinadi. Magniy kamchiligi bormi? Azotda ham muammolar duch keladi. Azot so'rilishida ham bir qancha kamchiliklar kelib chiqaveradi. Demak, magniy yaxshi bo'lsa, bu elementlar ham yaxshi o'simlikda faoliyat bajarar ekan. Ko'ryapsizlarmi, qanchalik o'simlik ichki dunyosi murakkab, bir-biriga elementlarni reaksiyasidan tortib, bir-birini bloklashi, mana bunaqa mingta reaksiya bor. Hozir biz ko'rdik bittasini va yozib chiqdik. Magniy 300 dan oshiq fermentativ reaksiyalarda ishtirok etadi. Biz hozir sizlar bilan 2 donasini ko'rib chiqdik. Bu fosfor bilan reaksiyasi, bu suv bilan reaksiyasini ko'rdik. Yana 298 ta, qariyb 300 ta yana bor. Xuddi shunaqa reaksiyalar juda ham ko'p o'simlik tanasida. Tushunyapsizlarmi, qanchalik murakkab organizmni biz o'rganib chiqyapmiz. Magniy shunaqa murakkab organizmda eng katta reaksiyalarni boshqarib turar ekan. Demoqchiman, magniy bilan bir qancha elementlarning mana shunaqa bog'liq joylari bor. U kammi reaksiyalar yo'qib ketaveradi. Bizga sezilmaydi, lekin o'simlik kam-kamdan o'zini nima deydi, apoptozga uchrataveradi. Ichki a'zolarni yo'q qilaveradi. Qaysidir bargda birinchi yo'q qiladi. Ildizning qaysidir qismi yo'qoladi. Keyin bizlar sezamiz o'simlikda muammo borligini. Bu umumiy holatda bizga ko'rinadi, lekin qism-qism o'zi ichki a'zolari qaysidir elementni noto'g'ri qo'llash orqali kelib chiqaveradi. Pitaniya eng muhimi. Muhit deymiz, boshqa deymiz, pitaniya muhimi. Pitaniyaga juda ham katta e'tibor qilishimiz kerak baribir. Xo'p, boshqa elementlar bilan ta'sirini yuqorida ham ko'rib chiqdik. Kalsiyga ta'sirini kuchli antagonist, raqobatchi dedik. Kaliga ta'sirini, kalsiyga ta'sirini va mana bu yerda qaysini ko'rdik? Ammoniyga, magniyning ta'sirlarini ko'rib chiqdik. Asosiy ta'sir etuvchi elementlari magniyni mana shu ekan. Xo'p, mavzumiz asosiy maqsadi mana shu, miqdorlarni aytib o'tdik, yetishmovchilik, ortiqchalik belgilarini. Xo'p, va sizlar bilan yana bir marta qisqacha bo'lsa ham fotosintez reaksiyasini mazmun mohiyatini ko'rib chiqdik. Magniy bu fotosintez demak. Mavzuni chiroyli qilib yozamiz, konspektlashtiramiz hamda savol-javobga tayyorlanamiz. Juda ham muhim mavzulardan biri. Hech qachon buni o'tkazib yuborish kerak emas. Bo'lajak agronomlar, hammalaringizga rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar.